3D haqida yangi qo'shilganlarga ozgina ma'lumot berib o'tay, eshitinglar iltimos. Bu 3D deyiladi, ya'ni bolani rasmi. Buni videolarini ham qilib beramiz. Ular 4D deb aytiladi. 3D 4D bizda birgalikda qilinadi, oyijonlar. Undan tashqari sizlar 3D deb kelsanglar ham Dopplerni qilib beramiz, ham mana shunaqa целый fotosessiyasini qilib beramiz butunlay. Tak, endi ko'proq 28 haftadan 33 haftagacha mana shunaqangi sizlar xohlagandek chiroyli chiqadi. Kichkina sroklarda ham 3D qilib berishimiz mumkin, oyijonlar. Lekin yuzlarini qirralari aniq bilinmasligi mumkin. O'zingizlar ham tasavvur qilinglar. Misol uchun 20 haftalik bola taxminan 300 gram atrofida, 300 gramli bolani ko'rinishini bunday hayotda ko'ringlar, xuddi shunaqa. Qo'lingizda ham xunuk ko'rinadi, mana bu ekranda ham biroz xunukroq ko'rinadi. Shuning uchun Doppler vaqtiga kelsanglar ham Doppler qilib beraman, ham 3D qilib beraman. Sizlar ham puldan yutasizlar.